Assalomu alaykum o'rtoqlar. Ertalabdan xayrli tong hammaga. Tutgan ro'zinglarni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Lekin kechqurun iftorlikda og'iz ochib, bunaqa bankalarda, setkalarda ovqat olib kelib yeb, molga o'xshab, cho'chqaga o'xshab tashab ketmanglar. Bunaqa molni bolasi bo'lib, mana setkada mana ovqatlar tashab ketgan. Bitta banka, mana bitta so'kka idishlari. Shunaqa cho'chqani bolalariga tashab qo'yinglar, molli bolalariga. Imkon qadar tarqatib yuboringlar. Mana suvli ichgan, so'kli ichgan. Mana paketda savoy o'zi bilan ovqat olib kelgan. Mana ichida mana sochnedalikni so'klari bor. Nima unaqagina odamlar mol ekan, imkon qadar tarqatib yuboringlar. Shu tashab ketganlarga yetib borsin. Qo'limga ham sig'mayapti boru. Shuncha narsa mana. Cho'chqalarga tashab qo'yinglar. Cho'chqani bolasi molli bolalariga zora-mora yetib borsin.